qo'lin ushlar, Boshingizga kulfa endi tushganini o'zga ko'nglin xushlar. ikkita do'stni bir donadan ajri jannatga kirishga yetmay qoladi. Do'st Alloh uchun do'st bo'lgan bo'ladi. Ikkalasi ham jahannamga hukm qilingan do'st. Shunda do'st aytadiki, "Ey birodar," deydi. "Hozir senga bitta ajrni bersam," deydi, "sen jannatga kirib ketasan. Men jahannamga ketaman. Agar sen menga bitta ajrni bersang, men jannatga kiraman, sen jahannamga ketib qolasan. O'shan shunday deydi, meni ajrimni ola qol, sen kira qol," deydi. Shunda narigi do'st aytadiki, "Yo'q," deydi, "sen Alloh uchun meni do'stimni deydi. Meni ajrimni sen ola qol, sen kira qol, men jahannamga ketaveraman," deydi. Alloh taolo bularni bilib turgan zot. Jannatga qilingan amal bilan kirilmaydiki, Allohning fazli bilan kiriladiki. Guvoh bo'linglar ikkalasi